Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlari doirasida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida noqonuniy hujra tashkil etgan shaxsning faoliyatiga chek qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 23-iyul kuni Namangan shahrining Taraqqiyot mahallasida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaro o'z yashash xonadonida 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan 21 nafar voyaga yetmagan bolaga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berib kelayotgani aniqlangan. Eng achinarlisi, ushbu bolalar maktabgacha va boshlang'ich sinf yoshida bo'lishiga qaramay, ular maxsus ta'lim muassasasida emas, balki sanitariya, gigiyena talablariga javob bermaydigan yashash xonadonining yerto'lasida ta'lim olayotgan bo'lgan. Bunday sharoit bolalarning sog'lig'i, xavfsizligi va normal rivojlanishi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Surishtiruv davomida mazkur fuqaro dastlabki diniy ta'limni xususiy o'quv markazida boshlang'ich arab tili yo'nalishi bo'yicha olganini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 229-2-moddasi 2-qism bilan jinoyat qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, ushbu hujrada ta'lim olgan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi asosida bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima jazosi belgilandi. Farzandlarning xavfsizligi, ularning sog'lom muhitda qonuniy va sifatli ta'lim olishini ta'minlash har bir ota-onaning eng muhim burchidir. Hech bir ota-ona farzandining taqdirini noqonuniy va nazораtsiz ta'lim maskanlariga ishonib topshirmasligi lozim.